Endi hamma baribir kimdir oshpazga muxlis bo'ladi. Hatto Rossiyada turib borsam falonchi akamning qo'lidan bir osh yeb maza qilaman degan odamlarni eshitganman-da. Kimdir yaxshi san'atga muxlis bo'ladi. Bugun mana Hajon akam uzoq sizlarga chiroyli qo'shiqlarni kuylab Xudo xolasa xizmatlaringda Alloh qodir qilganicha bugun ko'ngillayni olamiz Xudo xolasa. Omon bo'ling, omon bo'ling. Ajoyib san'atkor do'stimiz. Katta kuyni olamiz. Ularga muzik ertamandan beri aka-ukani mafhum shekilda dedi. Bitta Hasanboy Husanboy dedik, Murodjon bilan Azamatjon Hasanboy Husanboy dedik. Chunki qaysilarga boshlanib shular. Ustozlar omon bo'lsin, Murodjon o'rganlar. Yaxshi kuylar kuysin. Bu tomondan kelganlar, Akbar ota kelgan mehmonlar, bag'dan kelgan kun chiqar, kun botar. Ekvator deydi, omon bo'linglar. Tabriklar bitta qo'shiq G'obur ulamlar, hozirroqlar. Nima o'tir. Bog'da bahor yeylagan. Yorug' dunyo kerak menga. Shohida bulbul sayragan. Bir gul diyor kerak menga. Bog'da bahor yeylagan. Yorug' dunyo kerak menga. Shohida bulbul sayragan. Bir gul diyor kerak menga. Shohida bulbul sayragan. Bir gul diyor kerak menga. Yotar qor, menga kerak vafon yor. Tog'lar boshida yotar qor, menga kerak vafon yor. Bag'ri butun yuzi anor, aqli rasom bir yor kerak. Bag'ri butun yuzi anor, aqli rasom bir yor kerak. İlg'amlik kerak menga. Yigitchi yo'ldan qaytmagan, dushmanga sirim aytmagan. Yurtini o'ylagan, ilg'amlik kerak menga. Bog'da bahor yayragan, yorug' dunyo kerak menga. Shohida bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Shohida bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Yorug' dunyo kerak menga. Yorug' dunyo kerak menga. Lazbek bizo bugun xudo xolasa shogirdlar, boshqalar hamma bor. Qo'shiqqa ham, maqolga ham eshitib bugun yigitlar dam oladigan kunimiz. Ertaga yana ishga boraveramiz hammamiz. Hammalarga rahmat, omon bo'linglar. To'ppa-to'g'ri o'zi shu kollektivda o'ylagan odam, to'yda yuradigan odam, iloji boricha maslahatimiz shu dushanba, seshanba, chorshanba bo'ladi. Shunaqa kunlar qilaveringlar to'yda, chunki shanba bozor kunlari to'y ko'p bo'ladi, keyin uzr to'yda bo'lib qoldim degan gaplar ko'payib ketib qoladi-da. Mana akam hamma kelsin, maza qilsin deb hatto shunaqa poyma-poy kunlarga qilyapti to'yni. Xursandchilikda yaxshi kayfiyatda davom ettiramiz. Davrada biz hurmat qilgan
hammani hurmat qilamiz, lekin juda ko'pchilik mana shu tasvirchilik sohasiga kirib kelayotgan insonlar baribir kimgadir oddiy san'atga kirib kelayotgan inson ham bitta yaxshi ijrochiga, yaxshi hofizga havas qiladi yo yaxshi sozandaga havas qilib, yaxshi boshlovchiga havas qilib, borib eshigini taqillatib boradi. O'g'lini olib, otasi boradi. Sizga o'xshagan inson bo'lsin deb. Tasvirchilik sohasida ham allaqachon mana shunaqangi nufuzga ega bo'lgan insonlar bor bizni quvada. Kerak bo'lsa, bitta quvada emas, atrofga chiqib, respublika vohalarga borib, o'zlarining mana shu chiroyli san'atlari bilan xalqqa yaxshi kunlarda xizmat qilib kelishayotgan insonlar bor. Hozir men davramizga ko'pchilik yoshlarga shu tasvirchilik sohasiga kirib kelayotgan ko'pchilik yoshlarning qo'liga kamera berib, fotoapparat berib, mana shu kasbning sir asrorlarini qizg'anmasdan o'rgatadigan insonlar bor davrimizda. Murodlar ham shu yerda, Dilmurod ham shu yerda mana o'zi ko'pchilik bular, lekin hozir shunaqa taklif tushyaptiki, ikkalasini birga taklif qilayman. Nima deysizlar? Tasvirchilar. Juda ko'pchilik bu yerda mana shu insonlarning aksariyat yoshlar shu insonlarning shogirdi. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Agam bilan Dilmurod akam sinovdan zo'r o'tdi. Sinovga chaqirdim, qoyil, bizdan kattalar bor bu yerda deyishdi mana. Aytdim-ku mana. Hozir davramizga Habibullo akam bilan Nodir akamni chaqiramiz. Ana. Gap bo'lishi mumkin emas. Bular VHS davridagi emas, bular Hitachi davridagi kamerachilar. Shu paytdan boshlashgan. Assalomu alaykum. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Xushkelibsiz aziz mehmonlar, rahmat, shunchalik hurmat qilib, Murodjon, Dilmurod, rahmat, shunchalik hurmat qilib navbatni berib yubordilar. Bu xonadonga biz o soyuzlardan beri mehmonmiz. U Azamatjon dadalari bilan ishlaganmiz, hamdoshi ularni taniymiz, qayta ko'p mehmon bo'lganmiz. Shu fazli, barakali xonadonga niyatlarimiz eng oliy, shundan chiroyli to'ylar qilaversin, bundan keyin fazli bo'laversin. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Azamatjonni ham bolalari, akasining ham bolalari yaxshi inson bo'lib, shu davlatimizga bir foydasi keladigan insonlar bo'lsin. Otasiga o'xshab, opasiga o'xshab. Hammalarga baxt tilayman. Eng yomon kuni shunaqa bo'lsin. Nodir akam so'zlarga qo'shilgan shu to'y bolalar katta bo'lsin. Vatanimizga xizmat qiladigan bolalar O'sha 90-yillari kamerachini paytiga qarab, vaqtiga qarab to'y belgilagan. Qarang. Davramizga hurmatli ustozlarni chaqiramiz. Marhamat. Aftaray muqaydasan Mushin zamonlarda Xorazm yotoshgan Andijon tomonlarda Xorazm yotoshgan Andijon tomonlarda Salomat bo'linglar. Ustozini hurmat qilgan inson kelajakda o'zi ham aziz bo'ladi. Mana Xudo xohlasa mana shu so'zimiz isboti. Endi Dilmurod aka nima deysizlar? Endi yana qanaqa bahona bor endi? Media Fox hamda Dilmurodjon media studiyalari. Dilmurod aka ham studiyaga nom ham qo'ymay qo'yadi. Montajni boshlab bitta o'zining rasmini chiqadi, bo'ldi. Shuni hamma biladi. Chunki klient ham yetarli, o'zi
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar mehmonlar. Biz yuqorida gapirayotgan ustozimiz Hafiz aka, Qodir akamning so'zlariga qo'shilamiz. Qo'shimcha qilib qo'yamiz. To'ymonlar katta yigit bo'lib, jamiyatimizga foydasi tegadigan bolalar bo'lsin. Ota-onasi havas qilgandaqa bolalar bo'lsin. Yana bitta niyatim san'atkorlarga bu sezonda, hozir sezon qattiq bo'ladi. Sezonda hech kim apparat buzib qolmasin. Kamerachilarga niyatim hech kim flashkasiga virus tushmasin. Hamda hech kim to'yish ketib qolmasin, Xudo saqlasin. Shu tilaylarimiz. Avvalambor mana shu ustozodalar xonadoniga hamma qo'ldan kelgan kasb hunar egalari kelgan insonlarga assalomu alaykum. Yasha akamizni ustozlarimiz fazli bo'lib turibdi. Azamatjonning farzandlari ham o'ziga o'xshagan yaxshi, elga xizmatni qiladigan farzandlar bo'lsin. Doimo xursandchiliklarimiz bardavom bo'lsin. Murod akamning fikriga qo'shimcha, bir yilda bir marta to'yga chiqadiganlar bo'ladi, kamerachilar, san'atkorlar. Ilohim shu bir yilda bir marta chiqadigan, to'yga chiqadigan akalarimizni to'yi arkaz bo'lib qolmasin. Amin. Alloh. Sozlar charayna Keyin ustozimiz Xudo xolasa mana shu bitta tabrik bor, keyin so'ralgan qo'shiqlar bor. Bir nechta qo'shiq ijro qilamiz Xudo xolasa. Men boya Hasan Husan deyishdi, mana ustoz ham aytdilar, bu Murodjon bilan Azamatjon Hasan Husan bo'ladi, to'g'rimi? Ikkovini men yolg'iz ko'rmayman, qishda ham, yozda ham. Yonlar yonma-yon. Qarang, do'stlik ham shunaqa bo'ladi. Hozir mana shu boya men endi bitta sirni ochay. Boya tashqi buni Azamatjonni qarang, idish tovog'i ham bor. Qoshiqdan tortib. Samovarchisi ham bor. Samovarchisi ham professional. Gazirovkadan choy damlaydi. Xullas hamma taraflama ideal. Qarang, to'yga aytib kelsangiz bo'ldi. Bitta to'yxona qoldi. Hozir Murodjon ham shunaqa bilamiz mana. Tasvirchi hamma yo'g'ini billa oladi. Tashqarida ikkovi pishirilayotganini eshitib qoldim. Sekin quloq solsam Azamatjon dedi sekin pichirlama. To'yda qara, bu oshpazlik bilan shu san'atkorlik qolib ketyapti-da. Sen ikkita qo'shiq o'rgansang, men qanday chalishni o'rgansam, shu bilan to'y o'zimiznikida quvani to'ylari. Deb sekin pichirlayapti bir-biriga. Reja ham tuzishdi. 19-kuni Ahad akamning to'yi o'zlari qanday chalib ko'rishadigan shu to'yda. Keling Azamatjon. Keling Murodjon. Bor bo'linglar, ilohim sog' salomat. Nima bo'lsa ham xalq xizmatidagi insonsizlar. Xudo xolasa shunaqa insonlarda to'y fayzli bo'lish kerak-da. Salomat bo'linglar. Aka, oshpaz kerak bo'lib qolsa, men oshpazlik ham qilyapman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hamma hamkasblar, mehmonlar, do'stlar. Hammalar xush kelibsizlar xonadonimizga. Hammani xonadonida shunaqa to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Doim to'ylarda xizmat qilish hammamizga nasib bo'lsin, to'y bo'laversin. Endi men ham nima deyman endi do'stimning gapiga qo'shilaman. Hammangiz Azimatjonning xonadoniga xush kelibsizlar. Murod aka, usta, sog' bo'linglar. Sizlar qilaysizlar, manjalik bo'lib. Azimatjon ham ota-onasining vaqtiga sog' bo'lsin. Bolalari katta bola bo'lib, Azimatjonning hojilariga borsin. She'rda aytmaysan. Elmani she'rda kabi. Murodjon, Murodjon. Ey husnga zarrat, ey husnga zarrat, jahonga tajallub, asar sana asyana. Salmon tilaga olmagan, zidamana, olam sanamana. Salmon tilaga olmagan, zidamana, olam sanamana.
oltin qanot qushlar usul qushlar usul bizning mudom baxtlar qushsun baxtlar qushsun bizning mudom baxtlar qushsun baxtlar sen tomonga qalbigayman vasli go'zal yurtda hamroh parivashli aytganing gülmeni zamindagi ey güzel ya gülmeni zamindagi ey güzel ya gülmeni zamindagi ey güzel ya oltin qanot qushlar usul qushlar usul bizning mudom baxtlar qushsun baxtlar qushsun bizning mudom baxtlar qushsun baxtlar qushsun zamindagi ey güzel yar gülmeni zamindagi ey güzel yar gülmeni zamindagi ey güzel yar oltin qanot qushlar usul qushlar usul bizning mudom baxtlar qushsun baxtlar qushsun bizning mudom baxtlar qushsun baxtlar Kechagina bir ishim tushib, Ahadjon aka O'zbek to'yxonasiga nomerni oldi, shu to'y masalasida telefon qilsam, biz bilmaymiz. Administratorimizga telefon qilaylik, telefon qilaylik. Birdan Oxirgi to'yxonasiga telefon qilsam, biz bilmaymiz qanaqa kunni boshlaymiz-da. Qaysi bo'shlasam, u ham telefon qarasam, qo'ydim. Dedim, Muhammadjonning to'yxonasiga qilsam, u ham bitta nomer beradi, qarasam, u ham bir xil. Keyin nomer telefoniga terib ko'rsam, Ne'matjon degan ot chiqibdi. Hozir keyin Ne'matjonga telefon qildim o'sha kuni. Ne'matjon, yaxshimisiz? Desam, aka zanatida administratorga qiling deydi. Xo'yle. Ne'matjon, telefon qilmasdan, ogohlantirmasdan chaqirib yubordim bu yog'i endi Ixtiyorjon bilan chiqsin davraga. Qubbo media bilan Ne'matjon media. Ne'matjon dizayner deganlarni eshitganmisizlar? Osiyomi? Yo'q.
Ixtiyorjon Farg'onada bittagina, Ne'matjon Osoda bittagina. Assalomu alaykum do'stlar. Salomat bo'linglar. Hammamiz biz bir-birimizga ishimiz tushadigan odamlarmiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan akalar, ukalar, hamkasblar, shu akamiz xonadoniga hammalar xush kelibsizlar. Iloyim farzandlari o'ziga o'xshagan yaxshi bolalar bo'lib, ota-onasiga yo'ldosh bo'lsin. Azamat akam baxtiga dadalari, ayalari doim sog' bo'lsin. Hamisha xonadonda shunaqa xursandchilik kunlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalaringga rahmat. Shunday chiroyli to'y bo'lyapti. Azamat akam shuncha tanish bilishi, o'rtoq oshna og'aynilar bor ekan. Rahmat. Havas qildik to'ylariga ota. Azamat akamni. Iloyim bizga ham shunaqa to'ylar nasib qilsin iloyim. Biz ham to'y qilaylik, hammalaring kelinglar iloyim. Havas qildik. Rahmat hammalarga. Gap yo'q, martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin, ustozlarga o'rin bersin. Baland uchursin. Marhamat davray. Yorug' ishtiramiz ulay, ishtiramiz ulay, yorug' ishtiramiz ulay, ishtiramiz ulay, qorna kim giderdi, azdaha filamiz ulay, qorna kim giderdi, azdaha filamiz ulay. چقدر دیر برا سرگردانه عاشقان عاشقویم دیوانه چقدر دیر برا سرگردانه مگه عاشقان عاشقویم دیوانه یارو دلم زلیخا عشق دلم زلیخا یارو دلم زلیخا عشق دلم زلیخا باور نکم کی لازم عشق دلم زلیخا باور نکم کی لازم عشق دلم زلیخا Agar salangiz chang bo'lmaganda yomon odam ham uzoq yashaydi. Yomon odam to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas.
Rahmat. Bu yerda ikkili odamlar borda. Shunaqa odamlar borki, hozir mana to'yda xizmat qiladiganlar faqat shu mahallalarda, uylarda to'y bo'lsa boradigan odamlar bor. Bular kim bilasizlarmi? Sahnachilar deyapti kamerachilar. Oxirgi paytda shu sahnani mana shu ko'rib turibmiz, mana shu sahnani targ'ib qilayotgan yigitlar bor bu yerda. Akmal akam. Mana shu Otabeyda oldidagi svetofordan tepa taraf borki, bu taraf. Ona bola taraf. Shu taraf u tepa tarafgacha qayrag'och bormi? Oktyabr bormi? Bu tarafda Tolmazor bormi? Hammasi Akmal akamdan oshsa keyin to'ppa-to'g'ri. Akmal aka vaqa kelinchi aka bu Azamatjon o'zi shaxsan o'zi chaqirishini so'radi. Ulug'bek bilan keling. Assalomu alaykum. Aka, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azamatjon bilan borsa uydan to'ylarni mana o'tiraveradi. Akamiz gapga qo'shilamiz. Bolar katta inson bo'lsin, onasiga yo'ldosh bo'lsin. Prezident bo'lsin, prezident bo'laman deb to'g'ri. Bobirjonni ham chaqiring deb o'tdingiz boya. Bobirjon. Bu bolani bo'ylari shunaqaki Dmitriy Petrus ham ko'rinadi-da. Assalomu alaykum do'stlar. Ilohim sen baxtli bo'ling. Qo'linglar to'g'risida ketadimi? Azamat aka, bolalarning rohatini ko'ring aka, havas qilib o'tiribmiz, mashina to'ylab o'ynaymiz ham. Otangizni hozir aka borishlarini Bobirjonni kechadan beri shu yerda desam sizlarni aldagan bo'laman. Bu bola bir haftadan beri shu yerda. Marhamat davay. Boşanlıkta şirin şirin gül manımdır. Şirin şirin gül manımdır manımdır. Boşanlıkta şirin şirin gül manımdır. Şirin şirin gül manımdır manımdır. Batmamaydı o çemende çemenide çemenide. Mal bulbulan gül manım gül manımdır gül manım. Mal bulbulan gül manım gül manım. Batmamaydı o çemende çemenide çemenide. Mal bulbulan gül manım gül manımdır gül manım. Mal bulbulan gül manım gül manım. Gül manım.
günahını alıp giderler. Yüreğine kayganı sanıp giderler. Alamasa şu günahını alıp giderler. Yüreğine kayganı sanıp giderler. Seni işkinde ama çekemem ağzına. Bilemezler ki ne bu canım seni yapamam. Seni işkinde ama çekemem ağzına. Bilemezler ki ne bu canım seni yapamam. Kim oladı kim oladı şu günahı ya. Aman şu günahı ya. Alamasa şu günahı aman tamam. Şahnazalar aga. Şahnazalar, şahnazalar Gülge yuqar şahnazalar, şahnazalar Bir-biridan güzel bulup davramizdeyin Gülge yuqar şahnazalar, şahnazalar Bir-biridan güzel bulup davramizdeyin Gülge yuqar şahnazalar, şahnazalar Fasip olmasa Yarını yardır mukşi Yarını fasip olmasa Rast yaşar şahnazalar, şahnazalar Gülge yuqar şahnazalar, şahnazalar Bir-biridan güzel bulup davramizdeyin Gülge yuqar şahnazalar, şahnazalar Gerdan qilar Yar agar nodon bo'lsa Ligidan sarson bo'lar Rast yashar shahnozalar, shahnozalar Gulga yuqar shahnozalar, shahnozalar Bir-biridan go'zal bo'lib davramizdeyin Gulga yuqar shahnozalar, shahnozalar Bir-biridan go'zal bo'lib davramizdeyin Gulga yuqar shahnozalar, shahnozalar güzel malagim Arzumdek appoq tilagim Bu olamda o'zing keragim Ko'ksimdagi uyg'on yuragim Güzel malagim appoq tilagim O'zing keragim Fariza, Fariza Güzel malagim appoq tilagim O'zing keragim Fariza, Fariza Keng gullar Kuylasinlar shodon bulbullar Poyingizga nur to'lchan diyorlar Seni shunday sevsam Fariza Olam bag'ishlab chiroy Yulduzlarga bo'lib erkatoy Shukur pay gullar ayting gullar ayting
muhabbet bağdan bu bunca çıraylı boynu olması dağdan bu şükür ve güller aytik muhabbet bağdan bu bunca çıraylı boynu olması dağdan bu Döylene qo'yib ketuvdi, to'g'ri. Ichgan suv oq yomg'ir, ko'karing oynalar. Kechgan bu shalola, yongan samo falakdur. Boshqasini qanaqasini ayting? O'zbekchasiga chol. 6 so'm. Ha? Hayoni iboli yorim. O'zimga qarang, o'zimga. Hayoni iboli yorim ey. O'zimga qarang, o'zimga. Qalbim to'la mehr bilan. Ko'zimga qarang, ko'zimga. Qalbim to'la mehr bilan. Ko'zimga qarang, ko'zimga. Sevdim desam aytasan, qanday isbot etasan? Sevdim desam aytasan, qanday isbot etasan? Sizni ko'rsam loyana, yuzimga qarang, yuzimga. Sizni ko'rsam loyana, yuzimga qarang, yuzimga. Yur muhabbat ketding bu yerdan Shirin tushlar ko'rsin sevgilim Yur muhabbat ketding bu yerdan Biz ketsak yelkingayib qolar Osmonlar ham inkayib qolar Bir qora ko'z jilmayib qolar Yur muhabbat ketding bu yerdan Naqildim ey yuzlarim zebo Aybimni deb so'rama aslo Bu dunyo shundayim bevafo Yur muhabbat ketding bu yerdan Biz ketsak yelkingayib qolar Osmonlar ham inkayib qolar Bir qora ko'z jilmayib qolar Yur muhabbat ketding bu yerdan Sevgi dilda yashnagan chechak U biz bilan qayda yashadi Yiqib bir qizga yoqmasa Yur muhabbat ketding bu yerdan Biz ketsak yelkingayib qolar Osmonlar ham
bilmeyin Ola Yür muhabbet Gittim o yerde Ama 24 saat canlıya gitti. Hasan Hoca. Hasan hocam bular. Endi hamma narsani me'yori bo'lgan. Birodarjon, siz ustozsizda. Endi xalqni ham nazaridan qolmasligimiz kerak. Chunki halidan beri bunaqa to'y bo'lgan yo'qdi. Oltin to'g'irtma azamatini yana orqasidan olmasin. Iloyim topganlari yaxshi kunlarga buyursin. O'tirish davom etadi. Faqat buni ashlachilarga javob beramiz xolos. O'tirish bo'laveradi. Endi ko'pchilik shu. Birodarjon mayli bitta gapni gapirsinlar birodarjon. Aka bitta so'z qoldi. Bitta shogirdimiz Turkiyaga borib keldida. Kamerachilarga forma ustozlar degan bittasi. Shuni tabriklaymiz dishodi. Shu armon qolmasin, kamerachi Lochin medali. Mana. To'plarni almashtirdilar. Turyo'niysan? Endi biz ham nima deymiz? Azamatjonda o'g'illari katta bo'lsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Eng kamida mana shu Azamatjonga o'xshagan bolalar bo'lsin. Azamatjon sizga ham rahmat. Shunchalik qo'ysiz. Oling, bo'lardi oling. Eslariga olib qoladi. Hamma yerda. Qo'y videosi yo'q. Assalomu alaykum. Mehmonlar, hamda mezbonlar. Azamat aka, o'g'illaringiz Azamat aka. O'g'illaringiz o'ziga o'xshagan xalq xizmatidagi insonlar bo'lsin. Akam endi bildik Turkiyaga bordi. Murodlarga Saidulloh aka bordi. Qozog'da syomka qilgan Qozog'istonda syomka qilib, sirli Qozog'istonni syomka qilib ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, Qozoqqa borganlar, Turkiyaga borganlar yo'l-yo'l katta-katta o'ynab kelgan. Qani bo'lmasa davrasizlardagi.
tashlab ko'ylaklaringni ro'molingni hilpiratadi suvni uchidan tezkor to'lqin olib suvni jimirlatadi shamol shamol ey husnga zarrati jahon ichra tajalli Astar sen aşyama sen bunu dileganıma gönlünce de bana anam sana bana sen bunu dileganıma gönlünce de bana anam sana bana O'zi ko'p shustriylar kamerachi bo'ladi-da. Ha, nima ko'z qisayapsan? Yo'q, men kamerachiman deyish osonda. Agar qarshi bo'lmasalar, endi ko'pchilik. Xo'p, bo'ldimi Azamatjon? Mayli o'sha. Yunus Ali bor bu yerda, Ubaydullo akamiz bor. Power oshpaz Lazzat degan bir oshxonani kim biladi? Bilmaganlar mana shu odamni yaxshi tanib olsalar, Xudo xohlasa, ana shunaqangi yaxshi manzillar, qo'li shirin. Hali men oshpazlar haqida gapirdim-ku, shu Ubaydullo akamiz haqida gapirdim. Qo'li shirin oshpazni ham muxlisi bo'ladi o'zim. Esonaman O'zbekistonga borsam, falonchi oshpazni qo'lidan bir osh damlatib yeyman deydigan odamlarni hali aytdim, eshitganman o'zim. Ana, qarang. Qanaqa ish qilsangiz ham mana shu kasbingizni sevib, siz albatta kasbingiz orqasidan aziz bo'lasiz. Keling Ubaydullo, keling. Yunus Ali, ham sinfdoshi, ham qarindoshi, ham partadoshi. Chiqilib mahalladosh emasmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz akalar,
hamma mehmonlar xush kelibsizlar ushbu xonadonga. Ertaman soat 6dan beri vaqtda hazillangan mehmonlar kelib ketmadi. Juda ham katta chiroyli mahallani eng chiroyli to'ylaridan bittasi bo'ldi. Hammamizni shunaqangi bir yaxshi to'ylarda ko'rishlikni nasib qilsin. 2, 3 ta, 4 ta sunnat bo'layotgan to'y bolalarida ham doim sog'lig'i, salomatligi yaxshi bo'lib, vatanga, xalqqa xizmat qiladigan farzandlar bo'lishsin. Ota-onalarga doim yo'ldosh bo'lib yursin. Va'dalarga shetlamisiz. O'zi yaxshi oshpaz yalang'och yurmaydi hech qayerda, chunki gigiyenaga, qoidaga rioya qiladi. Onajon, bo'ling, baxtli bo'ling. Gap yo'q. Do'stlari qo'llab turishadi. Mana Azamatjon do'stlar ham shetda. Gap yo'q. Yigit bo'lsa, orqaga bo'l. Gap yo'q. Iblisdan aziz. Yigit bo'lsang shun qordak bo'l, bo'lotchini burgutday. Yigit bo'lsang shun qordak bo'l, bo'lotchini burgutday. Farg'ona bayzi kuy bilan yayrasin o'g'il bola. Farg'ona bayzi kuy bilan yayrasin o'g'il bola. Kelganmiz, ariq bo'yi gul hovuz, gul tergani kelganmiz. Gulni bahona qilib yor ko'rgani kelganmiz. Gulni bahona qilib yor ko'rgani kelganmiz. Yigit bo'lsang shun qordak bo'l, bo'lotchini burgutday. Yigit bo'lsang shun qordak bo'l, bo'lotchini burgutday. Farg'ona bayzi kuy bilan yayrasin o'g'il bola. Farg'ona bayzi kuy bilan yayrasin o'g'il bola. Oynadı, çokkıda kar oynadı. Oynadı, yanımda yar oynadı. Oynadı, çokkıda kar oynadı. Oynadı, yanımda yar oynadı. Allah'ım her bandani topganni yaxshilik kunlarga buyursin. Mana shu yigitlarni senga to'y qilib, elda oldiga dasturxon yozishni hammaga nasib qilsin. Shu to'y qilgan to'y bolalarimiz ham otalarini, opoqalarini senga obro'li bo'lib, shuna qilib voyaga yetib, baxtli taxtli bo'lib umr ko'rsin. Amin. Allohu akbar. Kelganlaringga rahmat. Bitta bosg'ashlar ayting bo'lmasa. Bitta bosg'ashlar aytib keladi. Murod boboyning. Hey!